Bir o'rtog'im bilan o'tirganda yonimga bir ayol keldi. Farzandini quchoqlab, farzandim bilan rasmga tushing, sizga havas qilamiz, sizga o'xshasin deb. Men aytdim, mendan ham zo'r bo'lsin. Va o'sha o'rtog'im bu narsalarni ko'rdi va o'sha o'rtog'imni bir necha yil oldin bergan maslahati esimga keldi va aytdim. Bir necha yil oldin men Reels'ga qo'yardim, u aytadiki, so'kinib gapir, so'kinishlarni qo'yish. Ko'proq ko'rishlar bo'ladi, ko'proq ko'rishlar bo'ladi. Yo'q derdim. Meni ota-onam ko'radi, meni ota-onalar ko'radi. Mana ahli ayolim ko'radi. Men bunaqa narsalar qilmayman. Men e'tiborga muhtoj emasman. Menga ko'rishlar soni kerak emas, menga hurmat kerak. Kamroq odam ko'rsin, hurmat qilsin. Aytayapti, o'sha Aziz sizni ko'rasan-ku, so'kinadi, o'rtasiga bu qiladi, prikol. Yo'q, menga prikol bo'lish, menga kulgi bo'lish emas, menga hurmat kerak. Chunki yomon ayollar e'tibor xohlaydi. Hurmatni erkaklar xohlaydi. E'tibor jalb qilinadi, hurmat qozoniladi. Men necha yil davomida men alhamdulillah men kerak emas 5 million, 4 million, 2 million, 100 ming kishi bo'lsa ham, 1000 kishi bo'lsa ham hurmat qilsin. Chunki e'tibor qaratilganlar esdan chiqib ketadi, lekin hurmat yurakda qoladi. Hurmatlilar 100 yil, 200 yil ham, 1000 yil ham esda qoladi. O'sha uchun men o'rtog'imga aytdim, qara, o'sha vaqt so'kinmadik, o'sha vaqt gapirmadim bunaqa narsalarni. Alhamdulillah odamlarni aytayaptiki, farzandim sizga o'xshasin. Menga kerak emas bunaqa e'tibor uchun, ko'p ko'rishlar uchun, prosmotr uchun so'kinish, boshqa qilish. Men chunki meni ahli ayolim, odamlar ko'radi.